Assalomu alaykum. Mana bu yer No'qat rayoniga qarashli Jangno'qat oila hukumati. Jangno'qat oila hukumatining sentri bu yer. Mana bu yer Adaxon Kimsanboyevchi saylovchilarning shtabi. Mana bu yer shtab. Mana kolonkalar bor. Her bir saylov uchastkasi, Bir saylov uchastkasini tizmesini tushirib, do'stga qilingan. Sen özün Bardagi bo'lib 11 saylov uchastkasi bor ekan. Bu yerda No'qat rayoni bo'yicha har qanday hududlarning soni ekan. Mana bu yerda mana shtabda hozir Abduaytov o'zi o'tiradi, mana Tursunov o'zi o'tiradi, Abiyov o'tiradi. Bu yoq Tashtamirova o'tiradi. Mana delolar har bir uchastkaga отдельный birden delo ochilgan mana. Hozircha banner yo'q. Xudo qolsa ertangdan chechilib qazab kelib ilamiz. Mana bu yerga Qirg'izistonda 3.544.430 ta saylovchi bor ekan, birodarlar. O'sh oblastida 68.230 ta saylovchi bor ekan. Mana sizlarga turibdi. Mana shu narsalar No'qat rayonida. Mana bu yerda o'zlari shtatda ko'rganda. Lekin bularning ichida mana bu million ichida 1.200.000 o'zbek xalqini saylovchisi bor. Hurmatli o'zbek ovalar, tojik ovalar, tatar ovalar mana yerga yozib qo'ydik. Lekin bu safar mana shu Adhamjonni bir qo'llab olaylik. Bir hashar sifatida qo'llaylik. Savobgarchilikka Kimsanboyev deding. Kimsanboyev, Adham Kimsanboyevni bir marta qo'llab olaylik. Shu o'zbek tug'anlar bir hashar sifatida qo'llaylik. Bu o'zimizning milliy an'ana. Bir odam bir yoqdan kelmaydi. Axir birodarlar o'zlaringiz bilasizlar, mana ko'lda mana shu Adham Kimsanboyevni masalan kirgizmaymiz degan yolg'on yashqi gaplar bo'lyapti. Lekin ve Xitoyliklar ko'lga kelib o'tiryapti va Adham Kimsanboyev mana o'zgandan o'rtoqlar. To'g'ri eli tushuninglar. to'g'ri aytasiz. Ko'lda qancha ming Xitoy turibdi, Adham o'zini yurti o'zini turpag'iga kira olmaydi. Uyatmasmi birodarlar? Va o'zbek birodarlar sizlardan bir o'tinish. Bu safar bir hashar qo'raylik. Tojik birodarlari, mana Uchqo'rg'on bor. O'zlariga ma'lum. Qadamjoy bor va tajrik tug'anda bir Adham bir qo'llab qo'yaylik. Bu hashar sifatida. Shu bolani ham bir ko'raylikchi. Kelajakda o'ylaylik. Kelajakda o'ylab, mana ertangi bolalarimiz maktabga bormayapti. Bir borib o'sha alfavit ham to'g'ri tushunadigan bo'lsin. Va tojik tug'anlar, o'zbek tug'anlar bir hashar qo'raylik. Shu bizning elimizdan, yurtimizdan qolgan bir an'ana, to'g'ri tushuninglar. Bu siyosat emas. Biz mana shu bir yashab tug'ilgan bolalarni 17-18 ga kirguncha nima bo'ladi shuni gapirmoqchimiz xolos. Bizga oqchasi kerak yo'q, biz pensionermiz. Nihoyat 15 kun oldinni ko'rmaymiz. Bir o'zi bir yaxshilab qorapayam eldan chiqqan bo'lsa, shuni bir qo'llab olsa bo'lmaydimi o'rtoqlar? Men hashar sifatida chaqiraman. Bittadan ovoz bersalaring bo'ladi, bu ochiqchasi kerak emas. Rahmat eshitganlaringga.